uzmedia.tv saytida premyera. Snayper tomonidan otilgan o'q soatiga 3000 kilometr tezlikda uchib, 3 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonni yo'q qilishi mumkin. Biroq snayper uchun eng muhimi o'q uzish emas, balki yashirinish mahorati hisoblanadi. Sen taqvodormisan? Ko'p gapirma. Qo'y senchi, jiddiy aytyapman. Men ham jiddiy aytdim. Ovoz chiqarma. Jennerson, 3 kun o'tdi. Biroz suhbatlashsak zarar qilmaydi. Unda har doimgi gaplaringni boshla. Hashamatli uy, qimmatbaho mashinalar haqida gapirib, orzularingni aytaver. Ha, to'g'ri. Hozir ham bu yerdan ko'ra katta uyda dam olib o'tirganimni tasavvur qilyapman. Ha, shunday deyishingni bilgandim. O'z juda g'alati odamsan. Men g'alati emasman. Gaplarim g'alati xolos. Mana shunaqa. Bo'pti, unda beysbol yo shunga o'xshagan mavzuga o'taylik. Beysbol juda zerikarli o'yin. Nima? Men buni eshitmadim deb hisobladim. Beysboldan ham zerikarli narsa bo'lsa, bu ham uni muhokama qilayotganlar. O'zi qay tariqa do'stlashib olganmiz? Bir-birimizni uchratib qoldik. Buni omad deyshadi. Boshpana. Men omadga ishonmayman. Lekin juda taqvodorsan-ku. Xudoyim. Nega bu haqda gaplasha olmaymiz? O'zing taqvodormisan? Bilmadim. Aynan shunga sendan so'rayapman-da. Bu men uchun juda qiziq bo'lib tuyulyapti. Mayli. Qachon bunaqa qiziqadigan bo'lib qolding? Bankdan pullarni o'marib sanayotgan paytingdami? Ha. Aynan shunday og'ayni. Nima? Sen bu haqda o'ylamaysanmi? Nimani? Pullarnimi? Yo'q. Nega endi bunga qiziqib qolding? O'lim bu ishimizni bir qismi. Bilaman, bu senga qiziq emas. Negaligini bilasanmi? Chunki bu samara bermaydi. Yaramas ablaqsan. Shunaqaman. Xo'sh. O'lganimizdan keyin nima bo'ladi deb o'ylaysan? Uzoq yashaysan. Rostdanmi? Yo'q. Tirik bo'lsang tiriksan. Keyin o'lasan. Mana shunaqa. Demak, hech nimaga ishonmaysan. Yo'q, bunday demadim. Menimcha aynan shunday deding. To'g'rimi? Yo'q. Bunday demadim. Sen juda uzoq yashashing mumkin deb aytdim. Xo'sh, sen taqvodormisan yoki yo'qmi? Bittasini tanla. Qo'limizga o'qlangan qurolni topshirayotib, nima deyishgandi yodingdami? Buni eslaysanmi? Juda yaxshi eslayman. Buni unutma. Ko'p o'ylash kerak emas. Aks holda ishingga to'g'anoq bo'ladi. Xo'p, tushundim. Lekin baribir o'ylab qolaman. Xo'sh, diqqat, harakat boshlandi. Yaxshi, qora mashina. La'nat, seni ko'ryapman. Bu bizni nishonmi? Rasmda boshqacharoq edi. Juda ozib ketibdi. Bu o'sha. Aniq o'sha. Yanglishmaganga o'xshaysan. Tomosha boshlandi. Yollanmalariga bir qara. Bu ablah armiyasini boshlab kelibdi-yu. Xo'sh, nima deysan? Guvohlar juda ko'p, lekin ishlasa bo'ladi. Voy, bu Jennerson. Bu qoyil. Bu yangi qo'rchoq o'xshaydi-yu. Qoyil. Ayol sevib qolganmi? Fe'l-atvori juda ajoyib bo'lgani uchun sevib qolgan. Bizga ham shunaqalari uchraydimi? Pulimiz yetmaydi. Buni o'nglash mumkin. Slight northwest breeze. 3 miles per. 2,6 kilometr. Tushundim. Nishonga oldim. Bo'la qolsa, bu yagona imkoniyat bo'lishi mumkin.
La'nati. Uni o'ldirdim. O'ldirmading, nafas olyapti. O't ochish mumkin. E'tiborni jamla. Qara, ko'ryapsanmi? Yonidan ketmayapti. U oddiy jazman emas. Bunga e'tibor qilma. E'tiborni jamla. Ochma! Nafas ol. Yana bir marta Sam. Qani bo'l, Sam. O'ldiring ularni! Jinnurson agar Qurolta tushyapti, yaralanganlar bor. yashasin. O'lgani tasdiqlandi. Ko'rdingmi? U menga qaradi. Bo'pti. Bu haqda keyin gaplashamiz. Voy, qimirlama! Jinnurson, yuqoriga. Bo'l. Jinnurson, bo'ldi, yetib keldik. Xo'sh, Bayrut yodingdami? Biz uddalaymiz. Choyshaplarni topsak bo'lgani. Bu yerda ular yo'q. Bayrutda ham ish bermagan. Ipakdan to'qilgani kerak. O'shanda oyog'im singandi. Keyin bu yer juda baland. Boshqa yo'lni topamiz. Bo'pti. Qiyinroq yo'ldan boramiz. Ey, ortimdan. Ey, orqaga, devorga, tezda. Jim. Sam, kelishdi. Ularni yo'q qil. Kechirasiz. Kechiring. Ketdik. To'xta, qo'lingni ko'tar. Bo'ldi, Qo'lingni bo'ldi. ko'tar dedim. Bo'ldi. Qayoqqa shoshyapsiz, qizlar? Bo'ldi deyapman-ku, taslim bo'ldik. Nima deysan? Kunimiz bitganidan tashqarimi? Shoshmang. Nega cho'zib yubording, ketdik. Bu yerda nima qilyapmiz o'zi, Ken? Qayoqqa boshlab ketyapsan? Bu safar menga ishon. Yo'q. Shunchaki pastga sakraymiz. Tushundingmi? Pastga. Bayrutda ish berganini senga aytgandim-ku, ha? Sen bugun yaxshi ishladik. O'sha ayol nafas olayotganda o'zim ko'rdim. Nima bo'lganda ham u o'sha qo'poruvchining jazmani edi. O'sha ablah ashaddiy jinoyatchi edi. Rostdanmi? Ken, unda nega uni qutqarib qoldi? Nega bunday qildi? Balki qutqarmagandir, yiqilib tushgandir. Yiqilib tushmagan. U meni ko'rib qoldi. Nima bo'lishini tezda tushundi, keyin U hech nimani tushunmagan. U jazmani edi. To'g'ri, ancha ketib olgan edi, ammo uni himoya qilish uchun o'zini bag'riga otdi. Yomon odam ekan.
Nega uni himoya qildi? Bu muhim emas. Biz yaxshi ishladik-ku. Bizning ishimiz shunaqa. Bo'ldi, tushundim. Takrorlash shart emas. Doim shunday deysan. Menga qara, agar u oddiy fuqaro bo'lganida bizni nishonimizga aylanmasdi. Agar o'q tegishini xohlamaganida, ana bu ayol ham uni yoniga yaqinlashmasdi. U qo'poruvchi, demak o'sha ayol ham. Og'ayni, bu juda oddiygina vaziyat. O'zing gaplash. Ha? Salom Sam, hammasi bir tekisda o'tmadi deb eshitdim. Ha. Sen sog'misan? Ha, menda hammasi yaxshi. O'z ishimizda shunaqa bo'ladi. Sam, agar birortasi bilan gaplashishni xohlasang, Menga ruhshunos kerak emas. Xudoyim. bo'pti, tushundim. Seni yoningdaman. Yodda tut, biz ezgulik tomondamiz. Rostdanmi? Qasam ichaman. Aks holda seni ham xatarga qo'yib o'tirmasdim. Xo'sh, bundan xotirjam bo'lmadim. Men bilan ishlash osonroq deb ayt. Ancha oson. Sam. Quloq sol. Biroz dam ol, xo'pmi? Hozircha buyurtmalari yo'q. Qo'nishimiz bilan senga qo'ng'iroq qilaman. Chimirsin. Nima? Sen ablaqsan. Nima qildi? Xo'sh, balki biron joyda tamaddi qilib olarmiz, a? Yo'q, xohlamayman. Menga qara. Hamma gaplarim shunchaki hazil edi. Buni senga aloqasi yo'q. Tushundingmi? Bo'pti. Balki Amsterdamga borib kelarsan. Birga uchamiz, o'yin-kulgu, mushtlashuvlar yana takrorlaymiz. Xuddi maktabdagidekmi? Ha, buni nimasi yomon? Hali ham maktab o'quvchisiga o'xshaysan. Ya'ni ulg'ayishni xohlamayotgan ahmoqsan demoqchi bo'lyapsanmi? Buni tushuna olmaysan deb o'ylagandim. Unda senga xayr deyishdan boshqa gapim yo'q. Ko'rdingmi? Hali ham yosh bolasan, qoyil. O'zing bilasan, birinchi marta bunday bo'lmayapti. O'q ayolga borib tegdi. Uni omadi chopmagan ekan. Men omadga ishonmayman.
qaroridan kelsin. Chinarsan. Salom, Tim. Yaxshiman. Nima bo'ldi? Shunchaki dam olyapman. Ishlar yaxshimi o'zi? Xo'p. Voy bu, kim ko'rinish berganiga bir qarang. Nima bo'lyapti og'ayni? Qo'ng'iroq qilsam ham, xabar jo'natsam ham javob bermayapsan. Shunday qilganing uchun qallig'ingni U asabi meni ham qallig'im emas. Tem hatto kelishini ham aniq ayta olmadi. Unga rozi bo'lsa albatta keladi dedim. Mana ko'rdingmi? Menga ishonasan, bu ajoyib. Rostdanmi? Qo'y. Senga bir gapim bor. Xullas ko'zimdan yo'qol. Juda odablisan. Mashinaga o'tir. Jin ursin seni. O'zing ursin. Ko'zimdan yo'qol. O'zing yo'qol. Frankfurt. Seni sog'ingandim. Amsterdam yoqdimi? Ichimlik bo'yicha yangi rekordni o'rnatdim. Ishonaman. To'g'risi uyalib ketyapman. Boshim og'riyapti. Tim yana biron nima dedimi? Ish bo'yichami? Yo'q, haligi men haqimda. Ha. U aytdiki, ko'rish qobiliyating past. Shunga ko'zoynak taqib olsang nishonni bexato urasan dedi. Yo'q, hech nima demadi. Nima? Shu ishdan keyin ketaman. Tongda Tim bilan gaplashdim. Bu oxirgi ishim bo'ladi. Safsata. Yo'q, hazillashmayapman. Kam. Jiddiy aytyapman. Mana shunaqa. Vaqt bo'ldi. Kechir og'ayni. Menga yetarli bo'ldi. Bino ancha shinam ko'rinyapti. Odatdagidek tund ko'rinishda emas. O'sish bor og'ayni. Xush kelibsizlar, janoblar, marhamat. Bu sizlarga. Yo'q, rahmat. Ha, mayli. Bu jamadonlaringiz. Xo'sh, yaxshimisan? Tushundim. Xafa bo'ldingmi? Bo'pti. Marhamat, ortimdan. O'sar. O'sar. Ehtimol. Ablah. Ha, Eshak. oshirib yubording. Eshakligini bilganim uchun aytdim. Rosa topib aytdingmi? O'zing ko'proq eshakka o'xshaysan. Ayniqsa har narsani yeb ichaverishingga qaraganda. Bo'pti, gapimni qaytarib oldim. Sen eshak emas, g'irt eshaksan. Hatto quturgan eshaksan degan bo'lardim. Quturgan ko'ppaksan deb aytmoqchi eding shekilli. Yo'q, men to'g'ri aytdim og'ayni. Yaramas. Ablahsan sen. Voy bu. Gaping yomon chiqmadi. Ha, aynan shunday. Ha, Bugun miyam yaxshi ishlayapti. voy bu. Bu aniq bizni xonamizmi? Ha. Aynan sizniki. Rostdanmi? Bunga bir qara. Aniq bizni xonamizmi? Ha, sizni xonangiz, janob. Ken, bunga qara. Seni sevimli ipak choyshablaring. Bu safar choyshablarni qo'llab qo'yma. Atiga bir marta shunday bo'lgan. Atiga bir marta. Marhamat, janob. Rahmat. Tim jo'natibdi. U bizga sovg'a tayyorlagan. Oxirgi marta birga ishlashimiz sharafiga. Unda katta rahmat. Shartmas. Rahmat.
Hey, iltimos, pardalarni tortib qo'ya olmaysizmi? Tashqarida quyosh botish manzarasi, tez orada qorong'u tushadi. Ha, juda soz. Pardalarni tortib qo'ying. Rahmat. Qolganini o'zimiz hal qilamiz, xo'p? Rahmat. Sizni tushundim. Men ismim Mirko. Agar biror nima kerak bo'ladigan bo'lsa, meni chaqiravering. Rahmat. Avval bu mehmonxonada bo'lmaganmiz. Yo'q, meni yodimda qolardi. Lekin nimasidir tanish ko'rinyapti. Yo'q, o'zi oxirgi paytda miyang aynib, g'alati bo'lib qolyapsan, tentak. Bo'pti, gaplashib olaylik. Gapir. Qulog'im senda. Ketsang kunim bitadi. Tushunarlimi? Nimalar deyapsan? Men kuzatuvchiman, ularga kerak emasman. Bunday deyma, o't ochishni bilasan. Sendek mohir emasman. Iste'doding borligini ham bilmaysan. Sen bilan til topishganim uchungina shu kompaniyadaman. Xo'sh, senchi? Nega Tem doim senga til yog'lamalik qiladi? Eng yaxshi mergansan, buni hamma biladi. Ken, o'zingga past baho berma. Men rostini aytyapman. Turli vaziyatlardan chiqa olaman, muammolarni hal qila olaman, yaxshi operatorman, baland binolardan sakrashdan qo'rqmayman. Mana, ko'rdingmi? Lekin sen emasman, sen bittasan. Ishni yaxshi bajarding. Qonuniy va adolatli ish bo'ldi. Buni qachon tushunasan o'zi? Ken, himoya qilaman deb ayolni jonni qurbon qildi. Bunga hamma tupurgan. Sen shunday qilarmiding? O'sha la'nati uchunmi? Yo'q, boshqa birontasi uchun. Albatta. Kim uchun? Sen uchun ovsar to'nka. Aynan shuni aytyapman. Aynan shunga ketishim shart, chunki sen uchun xavfliman. Nimalarni Ayolni otgan kunim ichimda nimadir o'zgardi. Eshityapsanmi? Hammasi o'zgardi. Endi men boshqa insonman. Butun umrimni miltiq nishoni orqali ko'rdim. Endi esa hayotga usiz boqmoqchiman, tushunyapsanmi? Juda afsusdaman, Ken. Rost. Seni yaxshi tushunyapman, lekin bo'ldi, yetar. Bu oxirgi ishim. Keyin ketaman. Meni kechir. Ha. Jinurson. Tamara bunga nima dedi? Xo'sh, xursand bo'lmagani aniq. Lekin u ajablanmadi ham. Voy bu, rostini aytganda u katta janjal ko'taradi deb o'ylagan edim. Ochig'i, sen haqingda ham shunday dedi. Xo'sh. Haligi mojaro chiqarishni yaxshi ko'raman. Bunisi aniq. Aynan shunday. Meni kechir, Ken. Rostdan kechir, lekin vaqt keldi deb o'ylayapman. Xo'p, mayli, bu oxirgisimi? Oxirgisi. So'nggi raqs qoldi. Bo'pti. Hech nima abadiy emas. To'g'rimi? Hashamatli xonadamiz. Ichimliklar va tunni yaxshi ko'radigan shahar. Xo'sh, necha kun qoldi o'zi? Topshiriqqa 2 kundan keyin chiqamizmi? Ha, Buni nishonlashga ulguramiz. Qani? bilasanmi nima? Sen yaxshi do'stsan. Ha, ayni vaqtida aytding. Yana kamtarsan. Yana mushaklarim ham juda... Miyang ham. Nima bilan band bo'lamiz? Bir-birimizni gapimizni yakunlaymizmi yoki... Nima ham qilardik? Aks holda ovozingni o'chirmaysan. Bu yerga ko'tarilish uchun bironta kartochka kerakmi? Ha. Oh, bunga bir qara. Voy bu. Salom, salom. Salom. Sizni xonangizga jo'natishgandi. Mehmonxonadan sovg'a, keyin xo'jayiningizdan ham Ular parolni bilishadi. Ha, sizlar parolni bilasizmi? idish. Idish tovoqlarmi? Idish tovoqlar. Ha, parol shunaqa. Ha, Ahvolingiz yaxshimi? ha, hammasi yaxshi. Bizda ham shunday. Ha, unda chiqinglar. Shoshma, axir biz Ikkita ketvorgan qiz. Kayfiyatimni buzma, xo'p? Bo'ldi. Ken, og'ayni. Mana endi kayfiyatim ko'tarildi. Bu
boshqa gap. Birinchi klassdagi xona shunaqa bo'ladi. Keyin bundan afsuslanasan. Afsuslanmayman deb aytchi. Bundan afsuslanmayman. Sen bir safsata bossan. Ey, kechirasan. Sen isming nima? Uni ismi Mona, men Lilliman. Mona, pardani ochishga hojat yo'q demoqchi edim. Nima farqi bor? Axir tun-ku. O'zimni noqulay sezyapman. Iltimos, yopib qo'y. Mayli, o'zing bilasan. Rahmat. Xo'sh, tayyormisan? Bilasanmi, men buni xohlamayapman. Bu menga to'g'ri kelmaydi. What'd I tell you about him? Ha, sizlarga nima degandim, ha? Nima degandim? Bu ablah doim qaysarlik qiladi. Doim. Yotishni xohlamasang, unda o'tir. Shu yerga kela qol. Bo'pti. Yaxshi. Nima qilmoqchisan? Nima qilyapsan o'zi? Ruhiyatingni sozlayapman. Ruhiyatimni sozlayapsan? Ha. O, juda iste'dodli. Go'zal Mona yana nimalarni biladi? Kelajagingizni ayta olaman. Yo'q, eshitdim og'ayni u kelajagingni ayta olar ekan. Ha, bunisi aniq. Vaqtingni bekorga ketkazyapsan, go'zal qiz. Uni ruhiyati qora tuynukka o'xshaydi. Onam hammani qalbi bor deb aytardi. Bunga ishonishsa ham, ishonishmasa ham. U haqiqiy bashoratchi edi. Qo'liga qarab kelajakni aytardi. Men undan o'rganganman. U oddiy bashoratchi emas, onasidan meros qolgan. Billur sharm bor deb ham aytarsan. Albatta. Yo'q, rostdanmi? Bo'lishi mumkin emas. Jiddiy aytyapsanmi? Yo'q. Onam sovg'a qilgan. Doim yonimda olib yuraman. Yo'q. Omad keltiradi. O'sha billur sharni ko'rsatsang, senga $100 beraman. Kelishdikmi? Bo'pti. Hozirni o'zida sharni olib kelmoqchimi? Ha, shunaqaga o'xshaydi. Oh. Garri Potterdagi sehrli buyummi? Shoshma. Undan foydalanishini ko'rmoqchiman. Kelajagimni billur shar orqali bilib olmagan edim. Rostini aytganda, bu faqat sayyohlarga mo'ljallangan. Va nihoyat haqiqatni ayta boshlading. Qo'llar orqali kelajakni ayta olaman. Hayotim bilan qasam ichaman. Qo'llar hech qachon aldamaydi. Bo'pti. Gapni cho'zmaylik. Unga nima yozilgan? Bu juda qiziq bo'ladi. Bir joyda qolish senga yoqmaydi. Keyin qarishni ham xohlamaysan. Butun umr yomon bolakay bo'lishni xohlaysan. Ha, shunday. Va shu tufayli ayollar seni yaxshi ko'radi. Ha, men ham uni kelajagini yaxshi baholayapman, albatta. Buni eshitdingmi? Og'ayni, unda telefon raqaming bor. U ham menga yoqdi, juda quvnoq u. Xo'sh, do'stim haqida nima deysan? Unikiga nima yozilgan? Bo'pti. Xo'sh, ko'raylikchi. Biroz kutib tur. Juda qiziqyapman, yigitcha. Nima bo'ldi? Nima? Seni ham ayollar yaxshi ko'radi. Bo'pti. Yana nima? Ishonmaysan deb o'ylagandim. Ishonmayman. Shunchaki qiziqyapman. Yana nima? Nimani ko'rding? Aytib ber. E'tiqoding juda ham kuchli, lekin nima? Lekin soxta tamoyillarga ishonyapsan. Yo'q. Kechir go'zal qiz, lekin sen adashding. Sen hech nimaga ishonmaydigan odamga boqib turibsan. Hatto omadga ham ishonmaydi. Ishonadi. Ammo uzoq vaqt emas. Ichasizlarmi? Ha. Senga ham qo'yaymi? Ha, albatta. Bo'pti, oldik. Bunga qaranga.
Tem pulni ayamayapti chog'i. Rahbariyat ruxsati bilan, janob. Ha, albatta. Qo'y, pardalarni och. Ruxsat berishmayapti. Jim bo'l. Senga nima bo'ldi? Tavba. Ey, bu eshikni ochmoqchi emasmiz. Taomni tortish uchun bu juda muhim, janob. Bu tomoshaning bir qismi. Bunga tupurdim, eshik va pardalarni yop, bo'l. Tezda yop. dedim. Qo'ysenchi, og'ayni, menga yoqyapti. Nima qilyapsizlar Nega o'zi? qarshi bo'lyapsan? Manzaraga Nimalar bir qara. bo'lyapti? Tushuntirib beringlar. Yerga yop. Yashirining. Yur. Ken, sog'misan? Ha, sog'man. Men sog'man. Uni ko'rdingmi? Ana u minorada, janubi g'arbdagi. Jin ursin, bu ablah otishni bilmaydi. Minorani oynasi zirhlangan. Ha, jin ursin. Otishni to'xtatdi. Bardan yopish kerak. Uni pult qani? Bo'ldi, topdim. Uni menga ber. Ey xudoyim. Jin ursin. Sam, boshingni ko'tarma dedim. Bilaman, tushundim. Ehtiyot bo'l, snayper seni o'ldirmoqchi bo'lyapti. Bu yoqqa kel. Jin ursin, uni yerga qulat, Sam. Bo'l, bu yoqqa kel. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Sam, o'yinlarni to'xta dedim. U bilan o'ynamayapman. Juda baquvvat ekan. Kimga ishlaysan? Hozir ko'rasan, la'natda. La'nati. Pardalar to'liq ochilgan. E'tiborni jamla, Sam, e'tiborni jamla. Ikkita ovsar o'ldi, yana ikkitasi qoldi. Bardam bo'l. Bo'pti. Nimalar bo'lyapti o'zi? Nega? Jam. Sam, telefoning. Yotoqxonadagi kurtkamda edi. O'zingnikichi. Qo'lim yetmaydi. Jamadoning qayerda qoldi? Ana u tomonda. U yerga bora olmaymiz. Quroling qani? U haligi yotoqxonadagi seyfning ichida. Seyfda dedingmi? Nega uni seyfga joylading? Bilmadim, shunchaki ishonchli joyga qo'ymoqchi edim. Jin ursin. La'nati, vaziyat yomonlashib boryapti-yu. Bo'pti, Ken. Biron joyga o'ta olasanmi? Ha, tushundim. Shoshma. Bo'pti, men tayyorman. Xo'p, tayyor tur. 3 ga. 1 2 3. Jin ursin. La'nati. O'q uchib o'tganini sezdim. Yonginamdan o'tdi. Sog'misan? Ha, yaxshiman. Ey xudoyim. Lili, quloq sol. Hammasi yaxshi bo'ladi, faqat tinchlan, xo'pmi? Boshingni ko'tarma. Ular gapimni tushunishdimi? Boshini ko'tarmasligini ayt. Lili, indamay o'tir. Lili, jin ursin. Lili, quloq sol. Lili, eshityapsanmi? Bas qil, yig'lama. Biron rejang bormi? O'lib ketishdan boshqami? Ha, bundan boshqa. Hozir o'ylab ko'raychi. Yo'q. Qo'ysang-chi, axir ishing shunaqa. Rejalashtirasan. Endi nima qilamiz? O'yla. Hop. Bo'pti, tushundim. Hozir. O'ylab ko'raychi.
Chiroq. Chiroqlar, ha. Chiroqlarni o'chirsak bo'ladi. Yaxshi fikr. Hozircha yetadi. Lekin xona yorug'-ku. Qop-qorong'i bo'lishi shart emas. Nega? Unda ular yana Ularda tunda ko'rish qurilmasi bor. Qorong'u bo'lgandan ko'ra shunisi yaxshiroq. Qizlar, kimda telefon bor? menda. Qayerda? Meni sumkamda. Sumkang qayerda? Stol yonida. Ha, jinursan. Xitoyda desang ham bo'laveradi. Unga nima bo'ldi? Lilini aytyapman. Lili, gapir, men bilan gaplash. Bo'l, men bilan gaplash. Lili, telefoning. Lili, iltimos, jim turma. Lili, telefoning. Utorbi miyalinezimda. Qo'rqqanidan ingliz tilini ham unutibdi. Telefoni sumkasida, lekin sumkasi qayerdaligini bilmaydi. Bo'pti, unda izlab ko'ramiz. Mona, yot, boshingni ko'tarma. Qimirlama. Sam, uni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Mona, Samni aytganini bajarasan. Aytmaguncha qimirlama, xo'pmi? Turgan joying xavfsiz. Keyin nima qilyapsan, og'ayni? Qurollar ishlatiladigan bolalar o'yinini boshlayapman. Bo'pti, faqat seni otib qo'yishmasin. Bo'pti. Xo'p bo'ladi, rahmat dadajon. Boshladik og'ayni, ko'rdim. Nimani ko'rding? Sumkani. Qo'ling yetadimi? Bardam bo'ling bolalar, biroz og'riydi. Bo'ldi, shoshma. Mona, u ustun ortiga sakraydi. Sakraganida tezda yonimga chopasan. Uddalaysanmi? Juda soz. Tayyormisan? Tayyormisan? Bo'pti. 3, 2, 1, boshla. Bo'l. Jinursan. Ha! Yana otasanmi ablah? Tug'ilganimdan buyon o'qlarga chap berib kelaman-ku. Haqiqatda miyangni yeb qo'yibsan. Arzimaydi og'ayni. Haliga. Sen bilasanmi? O'ylab qoldim. Xullas, Nima haqda? kecha beysbol bahsini ko'rgandim. Bu men o'ylagandek zerikarli emas. Qani, bo'l. Buni senga aytmoqchi edim. Yo'q, pastga. Lili, joyingda qol. Yo'q. Qimirlama. Bo'ldi. Yo'q. Unga shu yerda qolishini Joyingda ayt. qol. Aks holda o'lasan, Lili. Lili. Bo'ldi, tinchlan, Lili. Tushundingmi? Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Faqat o'rningdan turma, xo'pmi? Seni pana qilaman. Xo'pmi? Seni qo'yib yubormayman, faqat qimirlamay yot. Keyin u aqldan ozyapti, og'ayni. Bardam bo'linglar. Deyarli uddaladim. Ha, mana shunday. Oldim. Bu yoqqa. Xo'sh, juda soz. Menga uni paroli, telefoningni paroli kerak. Parolni ayt. Lili. Raqamlar. Ko'yatiya shifra. 5-1-5-0. Parolni ingliz tilida aytsin. Qani bo'l. 5150. Tushunarli bo'l. Ocean Valley sug'urta kompaniyasi qaysi bo'lib? 66-61 da'vo bo'yicha ish. Biroz kuting, tekshirib chiqishimiz kerak. Ken, nega bu raqamdan qo'ng'iroq qilyapsan? Faqat yana o'sha holat. Ko'k rangda. Ha, bizga o'q uzishyapti. Bo'pti, davom et. Qayerdasan? Mehmonxonada. Hashamatlisida. Derazadan boshqa hech nima yo'q, boshpana ham yo'q. Sen bilan shu yerdamiz. Ammo tirikmiz. Sen biron gaping bormi? Qani? Bizni bu yerdan tezda qutqarishing kerak. Kimga qarshi turayotganimizni bilasizmi? Bilmadim, lekin snayper janubi g'arbdagi minorada. Ko'p qavatli uyga o'xshaydi. Ofis xonasi, shunga o'xshagan xonada. Nima bo'lganda ham tuzoqqa tushdik. Bu yerdan chiqishimiz kerak. Hashamatli xonami? Shu yerga Bu joylashtirdik. meni buyurtmam emas. Bu kimni telefoni? Bizga sovg'a sifatida sen yuborgan qizlarniki. Ularni ham aslida Safsata. Ha. Ular parolni bilishardi, Tem. Ular shu yerdami? Tirikmi? Ha, bu yerda yollanmani murdasi va xizmatchini murdasi bor. Ikkalasi ham bunga aloqador. Bu yigitcha juda ham mohir ekan, lekin qizlarni aybi yo'qqa o'xshaydi. Aniqmi? Ha. Ulardek qo'rqyapti, rol o'ynamayotganga o'xshaydi. Unda parol so'zni qayoqdan bilishgan? Tem, oramizda sotqin bor. Kimdir bizni chuv tushirgan. Bu yerdaligimizni necha kishi bilardi? Ularni soni juda ham oz. Qisqasi, bu xonada yashirinadigan joy yo'q. Bizga yordam kerak. Shaharda yana odamlar bormi? Qo'ng'iroq qilishim kerak. Telefonni o'chirmang, jim o'tiringlar. Boshqa choramiz bormidi? Qizlar, xonimni eshitdingiz-a? Indamay kutamiz. Jinursan. Hammasi yaxshi. Birortasini yordamga jo'natadimi?
Ha, birontasini yordamga jo'natishadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat boshni ko'tarmay o'tiring. Boshini ko'tarmasligini unga ayt. Lilli, o'rningdan turma. Ana u bino. Yo'q, qarama. Sen ularni ko'rsang, demak, ular ham seni ko'radi. Bu esa yomon. Boshingni ko'tarma, xo'pmi? O'qni bekorga sarflashmaydi. Nishonni ko'rishganida o'q uzishadi, tushundingmi? To'g'rimi? Shunga boshni ko'tarmang. Nega ular seni o'ldirmoqchi? Bilmadim. Yomon ish qilgansan, to'g'rimi? Turli ishlarni bajarganmiz, ammo sababi bundan emas. Men o'lishni xohlamayman. Bu yerda o'lib ketmayman. Sen o'lmaysan. Meni qizim bor. Uni yana ko'rasan. Ishon. Ey Xudoyim, iltimos yordam ber. Hey, hammasi yaxshi go'zal qiz. Suvoriylar kelyapti, indamay o'tir. Kim? Suvoriylar. Haligi yaxshi yigitlar. Senga o'xshagan yaxshi yigitlarmi? Ha, menga o'xshagan. Yaxshi odam bo'lsang, unda nega seni yo'q qilishmoqchi? Xo'sh? Axir aytdim-ku, hozircha bilmayman. Nimalar qilib qo'yding? Birortasini xafa qildingmi? Endi u qasos olmoqchi, shunaqami? Gapir. Shunaqaga o'xshaydi. Lekin sen yaxshi odamsan. Shunga harakat qilyapmiz. Yaxshiroq harakat qilinglar. U o'zini nazarda tutyapti. Yomon bo'lish menga yoqadi. Nima? Nima? U nima deyapti? Yaratganni o'zi panohida asrasin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qarang, ikkingizni ham qutqaraman, xo'pmi? Qizingni yoshi nechida? 8da. Ha. Ismi nima? U bilan umuman ishing bo'lmasin, tushundingmi? Bo'pti, tushundim. Sen askar emassan. Kimligingni bilaman. Bu yerda senga o'xshaganlarni ko'p ko'rganman. O'zingni askar deb ataysan, lekin aslida oddiy qotilsan. Qo'lingdagi yozuvlarni o'qidim. Pul uchun o'ldirasan. Pul uchun sen nima bilan shug'ullanasan? Juda yaxshi bilasan buni. Ha, hamma ishga tayyorsan. Bizga ma'ruza o'qimay, xo'pmi? Bolamni boqish uchun shunday qilishga majburman. Xo'sh, sizlar nega bunday qilyapsiz? Odamlarni himoya qilamiz. Hozircha hammasi ajoyib chiqyapti. Bu seni ko'zgo'yingmi? Ha. Xo'sh. Uni menga ber. Tez. Bo'pti. Uzmedia.tv. Eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Sizlarni bugunga kim yolladi? Bizga Mirko qo'ng'iroq qildi. Ish yurituvchi. Sovg'asiz deb aytdi. Sam, ehtiyot bo'l. Sam, la'nati. Sam, bardam bo'l. Seni yoningga bora olmayman. Ken, sog'misan? Ha, soppa sog'man. Ha. Telefonni ko'rdingmi? Telefon? Ha, hozir. Shoshmay tur. Ha. U menda. Juda soz. Hey, Ken. Ha? Rahmat og'ayni. Hayotimni qutqarding. Arzimaydi. Ken? Jinursan. La'nati.
Ken! Ken! La'nati! La'nati! Jin ursin! Yaramasa ablah! La'nati! Ken! Menimcha u haliyam nafas olyapti. Nafas olyapti? Aniqmi? Qon yo'qotyapti, lekin nafas olyapti. Yaratganga shukr. Yaratganga shukr. Bo'la qol. Tem. Iltimos. Iltimos. Chamou! Oh, Boże, podmina! Oh, Boże! U nima deyapti? U nima dedi? U qo'rqyapti. Sen nima deb o'ylading? Bu yerda o'lib ketishimizdan qo'rqyapti. Bo'pti. Unga ayt. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlarni bu yerdan qutqaraman. Menga faqat U senga ishonmayapti. Qotilni so'ziga hech kim ishonmaydi. axir aytdim-ku, men askarman, tushundingmi? Odamlarni himoya qilamiz, yomon odamlarni o'ldiramiz, boshqa chora qolmagan edi. Yomon deb kim aytadi? Hukumating aytadimi? Buni farqi bor deb o'ylaysanmi? Qizim atiga 1 yoshga to'lganida otasini ko'chada otib ketishdi. Xo'sh, nega? Chunki erimni boshqa odam deb o'ylashgan. O'sha qotil ham hukumatga ishlagan. Lekin ular yanglishdi. Buni oqibatida esa erim qurbon bo'ldi. Qizim otasidan ayrildi. O'sha qotil ham yovuzlarni yo'q qilyapman deb hisoblagan. Iltimos, xushxabar bor deb ayt. Sam, nima bo'ldi? Ken qani? U yaralandi, hushsiz holatda. Uni yoniga bora olmayman. Ko'p qon yo'qotyapti. Bizga shifokor kerak, Tem. Hozirroq. Tezroq. Ken ancha baquvvat. U uddalaydi. Biror nimani ko'ryapsam. Hozir. Ko'zgudan foydalanyapman. Bo'pti. Bo'l. Guruh tayyor turibdi. Uchqunni kuzat. Qarayapman. 5, 4, 3. Hammasi tozami? Aniqmi? Ketishdan oldin qat'iy tasdig'i kerak. Toza. Xona toza. Sam, yaxshi uddalading. Bo'ldimi? Hammasi joyida. Guruhni jo'nataman. Mehmonxonada ularning sheriklari bo'lishi mumkin. Shuning uchun tinchlanib, aloqada bo'lib tur. Ustunni ortidan chiqishing mumkin. Sotqinni topdingmi? Yo'q. Yo'q, Sam. Hozircha yo'q. Juda band edim. Xavf yo'qmi? U chiqish mumkin dedi, ha? Ha, chiqish mumkin. Aniqmi? Ha, Nega unga ishonyapsan? yonib o'chganini o'zim ko'rdim, xo'pmi? Hammasi toza. Unda sen birinchi. Ko'rdingmi? Nima degandim? Unda yur. Bo'la qol. Ishonching komil bo'lsa, ustunni ortiga yashirinma. Ey, Tem, bizni kuzatyapsanmi? Hozircha yo'q. Shuni ustida ishlayapman. Unda ustini ortida ekanimni qayoqdan bilding? La'nati! Ah! Jin ursin! Urinib ko'rding, Tem. Onani tozalaganingizga ishonish uchun ko'zguga ham qarab turdim. Juda soz. Sam, Yolg'onchi ekaningni oldinroq tushunmaganimga qara. odamlar haqiqat bo'lmagan joyda uni ko'rishadi. Nimalar qilyapsan o'zi, Tem? Nimani o'ylab qo'yding? Seni ishdan haydayapmiz. O'zing buni so'rading. Jin ursin.
Shuncha yillardan keyin nega bunday qilyapsan? Menga yoqasan, Sam, lekin atrofga to'g'ri yoki noto'g'ri nuqtai nazar bilan qaramayman. Buning uchun haq to'lashmaydi. Meni ishim muammolarni yechish. Hozirgi muammo esa sen bo'lib turibsan. O'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'lgan, lekin qo'limizda ishlashni xohlamaydigan odam. Bu odatiy holat. Ammo raqobatchilarimiz uchun ishlashingga yo'l qo'ya olmaymiz. Shu bois buni yechimi seni yo'q qilish. Tushunarlimi? Sizga sodiq edim. Ha, shunday edi. Lekin o'rganishlarimizga ko'ra, his-tuyg'ularga ko'p berilyapsan, zaiflashyapsan. Shunga vaqti kelib bizdan yuz o'girishing aniq edi. Keyin biz uchun jiddiy xavfni yuzaga keltira boshlaysan. Endi yuzingni ko'rsatib, hamkasblaringga salom ayt. Keyin hammamiz ishni davom ettiramiz. Nega faqat men emas? Kenni nima aybi U bor? juda ko'p gapirardi. Shaxsiy adovatimiz yo'q. Xususiy korxonada tavakkalchiliklarni boshqarish bo'limi shunday ishlaydi. Bu sen uchun ham yangilik emas. O'zing bilasan. Nimalar demoqchi bo'lyapsan? Birinchi topshirig'ingni eslaysanmi? Dubaydagi ish yodingdami? O'zimizni odamni o'ldirdikmi? Texnik jihatdan siz nosozlikni yo'q qildingiz. Endi o'rningizga kelganlar ham shunday qilyapti. Afsuski, ular juda mohir emas. Senga ikkita o'q kerak bo'ldi. Tezda va aniq. Juda ziyrak bo'lganing uchun derazani ham sindirmading. Bizni tark etayotganingdan afsusdamiz. Juda ham mohir snayper eding. Bebaho. Yovuzlarni o'ldirganmanmi o'zi? Ularni hammasi ablahlar edi, Sam. Jin ursin. La'nati. Nima bo'lyapti o'zi? Bizni chuv tushirishdi. Yaramas ayol. Yordam so'ray olmaysiz. Politsiya yo o't o'chiruvchilar ham kelmaydi. Aloqa vositalaringiz esa nazoratda. Hamma qo'ng'iroqlar men orqali o'tadi. Seni, Kenni va anavi ayollarni telefoni. Mayli. Tushundim. Barchasini o'ylab qo'ygansan, to'g'rimi? Bino bizga tegishli. Na boshpana, na chekinish rejasi bor. Kuningiz bitta, cho'zishga hojat yo'q. Chiqsam, ayollar tirik qoladimi? Albatta. Menga so'z ber. Men o'laman. Ularni qo'yib yuborishadi. Tirik chiqishadi. Mutlaqo. Bu yolg'on. Albatta yo'q. Yolg'on. Bilasanmi, Tim, juda uzoq vaqtdan buyon ishlayapsan. Rost so'zlash nimaligini ham unutib bo'lgansan. Sen yolg'on gapiryapsan, ularni ham yo'q qilasan. La'nat. Xudoyim, seni yoningga jo'natgan anavi ayol norozi ekanini eshitdim. Ming la'nat senga. Tim, meni o'ldirishni xohlasang, o'zing kelib buni bajarmaysanmi? Kechir, Sam. Meni fikrim boshqacharoq. Lili, o'rningdan turma. Xudoyim, yolvoraman. Lili, qimirlama. Mona, joyingda qol, turma. U yaralandimi? Yo'q, qimirlama. Unga yordam berish kerak. Endi u xo'rakka aylandi. Ular shuni xohlayapti. Seni tashqariga chiqarishmoqchi. Shunga uni yaralashdi. Axir u hozir- Joyingda qol. Lili. Menga qara. Xudoyim. Mona, menga qara. Bo'ldi. Hozir bir ishni qilaman. Chiqqanimda menga o'q uzishadi. Sen esa Lilini xavfsiz joyga sudrab o't. Tushundingmi? Yaxshi. Aytganimdan keyin. Tayyormisan? Olg'a. Lili. 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 Lili, menga qara. Menga qara, hammasi yaxshi bo'ladi. Jin ursin. Lili, meni eshityapsanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yerdan ketamiz. Eshityapsanmi? Больше не буду умирать. Lili. 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 Одиночка, если не написано, со святым именем Бога, это тоже дом. Одиночка, если не написано, со святым именем Бога, это тоже дом. Sam, hozirgi holatda Ken sahnaga chiqardi, sen emas. O'zingni pastga urishni bas qil. O't ochishni bilmaydigan ovsarni o'rnimga olibsan. Dugonangning umurtqasi bu fikrga qo'shilmaydi. U o'lyapti, Sam. Buni bilasan. Buni bas qil, hammasi tugadi. Boshidan
Biroq shunday o'ylanganda, hayotingni asrashdan foyda yo'q. Hammangiz murdasiz. Buni yaxshi bilasan. Azob uqubatlarni to'xtat. Qanday yakun bo'lishini juda yaxshi bilasan. O'ta ochiq hudud. Boshpana yo'q. Boshpana yo'q. Tanangni biror qismini xavfga qo'ymay, miltiqni qo'lga olishga ulgurmaysan. Stolgacha yetib bora olmaysan. Liftga ham bora olmaysan. Tashqariga ham chiqa olmaysan. Hammasi tugadi. Bu hikoyani intihosi Sam. Bo'pti, qarshilik ko'rsat. Butun tun hali oldinda. Mona, undan foydalansam maylimi? Aynan shunga olgandim. Omad keltiradi. Xo'p, omad. Qani. Sam, juda hurmat qilganim uchun tomosha uyushtirmaslikka urindim. Lekin endi shafqatsiz qirg'inni o'z ko'zing bilan ko'rasan. Aytam. Bu yerdan chiqqanimdan keyin, bu yerdan chiqqach, seni ortingdan boraman. Bu oson bo'lmaydi. Lekin uddalay olishingga o'zing ham ishonmay turibsan. Kechir Mona. Atigi 22 yoshda edi. Yosh edi. Endi nima qilamiz? Kutamiz. Quyosh chiqishigacha tirik qolsak, uni nuri snayperni ko'ziga xalaqit beradi. Quyoshda o't ochish qiyin, shunda imkoniyat paydo bo'ladi. Tong otishi? O'ylab topganing shumi? Hozircha ha. Tamara yanada ko'proq odamlarni jo'natmagan deb hisoblasak, aslida ham shunday, joyimizda qimirlamay kutgan ma'qul. Odatda narigi tomonda sen bo'larding. Sen snayper edingmi? Ha, U qanday fikrlayotganini bilasan. ha. Sen nimani o'ylayotganingni u ham biladi. Ha, U quyosh chiqishini o'ylamaganmi? o'ylamagan. Nega endi? Ungacha bizni chiqadi deb hisoblayapti. Bu qadar ko'p kutishmaydi degan fikrda. Quyosh chiqishigacha tirik qolsak ham, bu vaqtga qadar charchaymiz, mushaklar suslashadi. Oddiy o'lja. Ancha oddiy, ha. Hozir u nimani o'ylayapti? Hozir jahli chiqqan bo'lsa kerak. U 10 soniyada tugatish kerak edi. 1, 2, 3, bam. Bo'ldi. Hech nimani tushunmay qolishimiz kerak edi. Lekin uni rejalarini buzdim. Qancha ko'p kutsak, shu qadar jahldor bo'lib boradi. Lekin sarosimaga tushmayapti. Jahli ustun kelmayapti. U xotirjam, hisob kitobli, e'tibori jam. Bu xarakterlar jangi. Va u g'alaba qozonish niyatida. Mendan boshqa hech nimani o'ylamayapti. O't ochishdan tashqari. Nishon va o'q. Aniq, toza. Shunga xotirjam. Bilaman, g'alati eshitilyapti.
Lekin aynan shunday, chunki fikrni hech nima chalg'itmayapti. Faqat ish, na raqamlar, na xavotirlar, faqat o'qizish. Keyin esa Nima? u o'ladi. Sen esa yo'q. Mana shunaqa. Qay tarzda bajararding? Sen shunchaki o'ldirarmiding? Qay tariqa? Menga miltig'im kerak. Shu yerga kelishyapti, yashirin. Qonga qon. Qo'yvor. Qo'yib yubor uni. Qurolni tashla dedim, qurolni tashla. Unday qilma. Tashla. Bo'pti. Bo'pti. Tashla dedim senga. Tashlayapman. Faqat tinchlan. Unday qilma. Unga zarar Miltiqni yetkazma. ham bir qo'l bilan. Bo'pti. Faqat asabiylashma. Xo'pmi? Miltiqni yerga tashlayman. Shoshmasdan. Unday qilma. Xo'pmi? Yo'q. Ahmoqlik qilma. Hammadan kuchliman deb o'ylayapsanmi? Teringni shilib olaman. Bo'l. Bu yoqqa. Sog'misan? Aniqmi? Rahmat senga. Meni qutqarganing uchun. Aynan shuning uchun ishlayapman degandim. Odamlarni himoya qilaman deb. Qachon askar bo'lib olgansan? Butun jahon savdo markaz binosini 2 samolyot qulatdi. Minoralar vayron bo'ldi. Bundan juda qo'rqib ketdim. Shunga xizmatga ketdim. Yosh yigitcha edim. 18 yoshda. Hech nimani tushunmasdim. Munosib ishni bajarmoqchi ekanimni bilardim. Shunga
xizmatga ketdim. 4 marta urushda bo'ldim. Afg'oniston va Iroqda. Bu qo'limdan kelishini tushundim. Shunga meni xususiy harbiy loyihaga jalb qilishdi. Ish haqi yaxshiroq edi. Lekin aytish mumkin bo'lmagan ishlarni bajarardik. Har holda hammani oldida. Shu tariqa Kenni uchratdim. Dastlab bu oliy janob ishdek bo'lib ko'rinardi. Boshida qog'ozbozliklarni va boshqa to'siqlarni tezkorlik bilan chetlab o'tib, siyosatchilarni jur'ati yoki jasorati yetmayotgan ishni bajaryapmiz deb hisoblardik. Qo'poruvchilarga qarshi turib, vaziyatni o'zgartirardik. O'sha paytda dunyoni oq va qora rangda ko'rish oson edi. Qahramon va yovuzlarga ajratish ham. Ezgulik yovuzlikka qarshi, oqlar qoraga qarshi. Tashqaridagi snayper ham shunday fikrda. Ezgulik yo'lida ishlayapman deb o'ylayotgani aniq. Har holda avvallari men ham shunday fikrda edim. Endi-chi? Endi 18 yoshda emasman. O'zing nishonga aylanganingda barchasi murakkablashadi. Lilli o'ldi. Men ham o'lishim mumkin. Meni qizimchi? Yo'q bo'lganimda uni kim ulg'aytiradi? Meni pullarim bor. Sizlarni qutqaraman. Ikkingizni ham mamlakatdan olib Biz ketaman. murdamiz. Buni o'zing aytding. U nimani o'ylayotganini bilasan. Seni nima qila olishingni u biladi. Tuzoqqa tushib qolganmiz. Tashqariga yo'l yo'q. Yo'q. Yo'q, bir jihati bor. Nima? O'z ishimda qobiliyatliroqman. Miltig'imni qo'lga olsam, uning uchun hammasi tugaydi. Tamara buni biladi. Qurolni qo'lga kiritishim kerak. Menga qo'lingni ber. Nega? Sen qotilsan. Tirik qola olasan. Bu masalada juda ham kuchlisan. Qo'ldagi chiziqlar aldamaydi. Odamlar aldaydi. Qo'llar emas. Bu esa meni qizim, Milena. Manzili orqa tomonda. Agar o'lsam, unga buni ko'rsatasan. Yo'q, yo'q. Uni topib yordam berishing shart. Pullar, maktabi, hammasiga. Seni bu yerdan Uni qutqaraman. bu yerdan olib ketishing kerak. Iltimos. Iltimos. Lekin seni bu yerdan qutqaraman. Bunday xayollarga borma. Menga ishonishing kerak. Men askar emasman. Sen askarsan. Meni qizim esa. Qizim u o'zi yolg'iz yashab keta olmaydi. Tushunyapsanmi? Qurolni olishingga yordam beraman. Sen esa Milenaga yordamlashaman deb va'da ber. Va'da ber. Oddiy so'z bilan emas. Yaratganning qarshisida qalbing bilan va'da ber. Keyin esa va'dangni bajar. Yaratganning nomi bilan va'da beraman. Qizni himoya qilaman. Qizingni jonim bilan himoya qilaman. Lekin sen uni yana ko'rasan. Eshityapsanmi? Bu yerdan tirik chiqamiz. Olga, tezda. La'nata, snayperlarni yomon ko'raman.
erkak bo'lganingda o'ldirayotganingda ularning yuziga qararding. Qizim. Milena uchun o'ldirdim. Yo'q. 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 La. Mona. Mona. Nega bunday qilding? Nega bunday? Axir qoch deb aytgandim. Qoch deb aytgandim-ku. Men jajji Milena. Nima? Endi unga g'amxo'rlik qilasan. Uni hayoti yaxshiroq bo'lsin. Biznikidan yaxshiroq. Unga tirik qolishni o'rgat. O'rgat. Bo'lmaydi. O'zingga ishon. Qo'lingdagi chiziqlar aldamaydi. Aldamaydi. Hech qachon. Ken? Xudoyim. Ken, o'lding deb o'ylagandim. Yo'q, Pascal. To'xta, meni ko'tarma. Qimirlatma. Yo'q. Ketish kerak. Ketish kerak. Oyoqlarimni qimirlata olmayapman. Ablah, umurtqamni teshib qo'ygan. Tegma, meni qimirlatma og'ayni. Bo'pti. Bo'pti. Tushundim. Bo'ldi. Xavotirlanma, yoningdaman. Menga tegma. Jinursin. La'nati. Bir o'ylab ko'r og'ayni. Umurtqangni sindirishdi. Sen esa tiriksan. Juda kuchlisan og'ayni. Haqiqiy yulduz. To'g'rimi? Og'ayni, buni allaqachon aytishing kerak edi. Bo'pti. Monadan afsusdaman. U yaxshi ayol edi. Ha, hayotimni qutqardi. Ha, bilaman. Endi javobni olding, to'g'rimi? Qanaqa javobni? Bunday ablahlar uchun nega hayotidan kechishga tayyor bo'lishadi? Yaqinlarni qutqarish uchun, to'g'rimi? Ha. Bilasanmi nima? Uzoqroq gaplashgan birinchi ayolingni sevib qolishingni bilgandim. Jinursin. Yaralanganing uchun omading chopgan. Aks holda ta'ziringni berardim. Xudoyim. Jinursin. Buni ol. Yo'q, ket. Mensiz ket. Ketaver, ket. Seni tashlab ketmayman, meni tushundingmi? Seni tashlab ketmayman. Lift, zinalar, qabulxona, hamma yerda qurollangan odamlar bo'ladi. Yaxshisi bir o'zing ket, og'ayni. Ket. Aynan shunga boshpanani mustahkamlaymiz. Yo'q. Baribir o'lishimni yaxshi bilasan. Oyoqqa tura olmasam yashashdan foyda yo'q. Jinursin. La'nati.
Yaxshi tomoni choyshablar haqida to'g'ri aytibsan. Haqiqiy ipak. Yana Bayrutmi? Ustimdan kulyapsanmi? Menga ishonasanmi o'zi? Nima? Yo'q, bu ish bermaydi. Yo'q. Bu Tamara. Hammasini u uyushtirgan. Bilaman. Bilasan? Shunga ketishingdan xavotirda edim. Tem osonlikcha qo'yib yubormaydi deb o'ylagandim. Javob ber, javob ber. Hey, Tem. Odamlarni izlayapsanmi? Senga yangi guruh kerak o'xshaydi. Ken, haliyam tirikmisan? Suvarakdan ham battarsan. Seni o'ldirish qiyin. Lekin imkoni bor. Yaramas, ablah ekansan. Xo'sh, tabriklayman janoblar. Yangi bosqichga ko'tarildingiz. Nimani nazarda tutyapsan o'zi? Shinursin. Ha, aynan shuni. Yigitlar, muammoga yo'liqdingiz. Yuqoridan ruxsat oldim. Endi ikkingiz asosiy nishonga aylangansiz. Bu yerdan ketishing kerak. Hoziroq ket. Ish qilib bu men o'ylagan narsa bo'lmasin. Ha, bu aynan o'sha. Ket, yugur, ket, O'zi yugur. chalg'itaman. Tupurdam! Olg'a, katta. Yaxshi, dronni qulatdim. Hozircha toza. Ken? Ken? Chinarsan, bo'pti. Bo'pti, Ken. Bo'pti. Og'ayni, endi hayotim seni qo'lingda. Bo'pti, boshlaymiz. Chinarsan! İş berdi, og'ayni, ish berdi. Bayrut og'ayni. Sen haqiqiy afsonasan. Aqldan ozish mumkin. Juda soz. Aniq va tushunarli xabarni oldim. Yaratganga shukr. Gleis 8. Bitte alle einsteigen. Der ICE
Carter Lord. Quloqlarimga ishonmayman. Sog'-omonmisan? Yaxshiman, lekin sen tufayli emas, Tamara. Qayerdasan? Buni bilishni xohlaysanmi? Bilishni xohlardim. Ishingdan idoradagilar mamnun bo'lmagani aniq. U yerdan qay tariqa chiqding? Baribir olg'a yurishim kerak edi. Sam, men tirik qolishni uddalayman. Qimmatli qobiliyatlarim bor. Tahdidni ham yuzaga keltirmayman. Shunga boshqa ishni ham topib olaman. Xo'sh, sen nima deysan? Xullas, taqvodor odam bo'lib qoldim deb aytish mumkin. Rostini aytyapsan. Buni hech kutmagandim. Yo'q, katta ishonch bilan ayta olmayman, lekin avvalgi odam emasligim aniq. Hozirgi kunlarda taqdirga to'liq ishonyapman deyish mumkin. Aniqroq aytganda, qasosga ishonib turibman. Yangi avlod uchun dunyoni eng yaxshi joyga aylantiraman. O'zim uchun yangi maqsadni topdim. Lekin baribir o'ch olyapsan. Qo'shiq o'sha, faqat san'atkorlar almashgan. Yo'q, men hech kimga ishlamayapman. Endi mustaqilman. Rostdanmi? Ha, rost. Ko'plab gunohlarimni yuvishim kerak, lekin endi snayper emasman. Yo'q. Endi o'ldirishni xohlasam, qurbonni ko'ziga qarab buni bajaraman. Bu shaxsiy ish bo'ladi. Agar ish shunga arzisa, buning uchun qo'lni qonga bo'yash mumkin. Lekin sen buni tushunmagansan. To'g'rimi, Tama? Sen nimani tushunmaganingni bilasanmi? Qon bilan qo'lni ifloslamaslik bu san'at. Men bilan yuzma-yuz kelsang ham shu fikrda bo'lasanmi? Sam, ertaga bu vaqtda Dubaydagi milliarderlarning qo'lida ishlayman. Menga yaqin ham kela olmaysan. Bundan afsus, Tama. Bunga ko'nik. Sen tirik murdasan. Dunyoda yolg'iz qolgansan. Yo'q, yolg'iz emasman. Yo'q. Endi yelkamda mas'uliyat bor. Lekin bu muhim emas. Endi yana bir gap. Xo'sh, nima? Sen taqvodormisan? Chakkimas. Nima deyishlarini bilasanmi? Tekshir, keyin ishon. Hozir bunaqa gaplar bilan boshimni qotirma, azizim. Menimcha hozir aynan shu haqda o'ylashing kerak. Gaplaringdan juda ham zerikib ketdim. Alvido. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Ketdik. Hey, boplading.